Agar havoda chang va tutun bo'lmasa edi, kishi 1000 yil yashagan bo'lardi degan edi Abu Ali ibn Sino. Toshkent shahrining osmoni changga to'lganidan xabaringiz bor. Nafas olganimda og'zim changga to'lib qolyapti. Nimalardir turib qolayotganga o'xshayapti. Bu kabi changli ob-havoda qanday tavsiyalarga amal qilishimiz kerak? Bu haqida batafsil mutaxassisdan so'rab bilamiz. Ko'p vaqtingiz olmaymiz. Bemorlaringiz ko'p qarab turishibdi. Men pulmonolog sifatida hozir eng zaruri bunaqa changda ko'chada kamroq yurish, asossiz yurmaslik. Zarurat bo'lsa, bunaqa maska emas, mana N95 o'zi spetsial filtrli maskalar taqish, eng yana asosiysi ko'proq suyulib berish. Bizda dorilarga ruju qo'ymaylik, ko'proq suyulib, suv. Suvni ham oddiy vodoprovod suv emas, disillangan suvlar, toza suvlar yoki ko'k choy beramiz yosh kattalar. Keyingisi agar xonalarimiz bo'lsa, ularda havo namlagich, havo tozalagich, bu meni pulmonolog tavsiyam. Ozgina vaqt kutamiz, xudo xolisa yaxshi bo'lib qoladi yog'ingarchilikdan keyin. Hozirgi paytda bemorlaringiz soni ham ko'paydimi, qandaydir chang hisobiga? Bunaqa paytda o'zi bemorlar og'irlashadi yoki sog'lom insonlar tezroq kasal bo'lib qoladi. Juda ham ko'p havoni hisobiga o'zi yaqinda mana ORV virus infeksiyadan keyingi holatda bu havo yanada kasallikni kuchaytirishga olib keldi. Biz pulmonologlarga pnevmoniya rivojlanishi yoki pnevmoniya og'irlashishiga olib kelyapti bu havo. O'shaning uchun men tavsiya berib qolaman. Ozgina sabrli bo'lib, shifokorga murojaat qilib, zarurat bo'lganda o'sha shifokor tavsiyasi bilan dori olishi, chunki dorilar faqatgina foyda emas, zarar ham yetkazadi. Tavsiyalarga amal qilaylik, salomatligimiz juda ham muhim. Shunday ekan, o'zingizni asrang.